Mana bu videoni bitta ko'ring. Pasti MPG sih mah, mau MPG naon atuh? Mana naon, mana? Ayah mah teu apal caca. Mana coba angkatin bawa keluar enak ningali, mana? Astagfirullahaladzim, maneh caca. Ah, nyah maneh mah. Ha, gap katta ilon. Buni men ko'rib, mana sun'iy intellekt bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin bu Indoneziyada rostdan ham bo'lgan voqea va keyin izohlariga qaraganda, ha bu keng tarqalgan narsa, o'sha shunaqa ilon bor, u chaqmaydi, bolalar ham qo'rqmaydi deb yozilgan. Undan tashqari sun'iy intellekt emasligini yana bitta isbotlagan narsa izohda yozilganki, ya bu bolalar gaplashayotgan sheva Indoneziyadagi Mamut tomondagi sheva. Buni sun'iy intellekt qilolmaydi. Okala deb qo'shib qo'yishgan. Bu xabar shundan dalolat beradiki, dunyoni turli burchaklarida odamlar har xil narsadan qo'rqadi. Biz uchun qanaqadir yovvoyi tuyulgan narsa kimlar uchundir normal holat va haqiqatan ham bolalar tarbiyasida yoshlikdan qanaqa o'rgatsa shunaqa bo'lar ekan. Nimadan qo'rqitib qo'ysak o'shandan qo'rqadi. Nimani bu oddiy narsa sen qila olasan desak, ulardan qo'rqmasdan mana katta bo'lishar ekan. Hammaga salom. Yana bir hafta o'tdi. Bu Azam Qahramoniy kanalidagi hafta tahlili va bugun biz Urumchidamiz. Ha, Xitoy Xalq Respublikasi Urumchi shahridan olmoqdamiz. Hozir xizmat safaridaman va bugungi hafta tahlili ham qiyqiriq bo'ladi. Nimaga qiyqiriq bo'ladi? Urumchida bo'lganimgami? Har doimgidek bo'ladi. Sizlar bo'lsa qo'llab-quvvatlanglar albatta. Agarda bu loyiha manfaatli, rostdan foydali, qaysi joylarda kulgili va davom etishi kerak deb hisoblasanglar, albatta like, obuna va izohlarda fikrlarni yozinglar, chunki faqat shu orqaligina YouTube bu loyihani yaxshi ketayotgan ekan, boshqalarga ham ko'rsatay deb keyin prosmotrlar oshadi. Unaqa bo'lsa esa albatta bizning loyihamiz davom etaveradi. O'z rostdan ham shu, agar prosmotrlar kamayib ketaversa, odamning qiziqish bo'lmasa, motivatsiya ham o'ladi-da. Endi shunaqa. Mayli, yo men davom etib turaman, lekin baribir. Lekin sizlar ham qo'llab-quvvatlab xursand qilinglar. Davom etamiz. Yozning ilk kuni kutilmagan hodisa bilan boshlandi. 1-iyun kuni soat 7larda Toshkentning Olmazor tumanidagi elektr podstansiyasida portlash yuz bergan. Kuchli yong'in kelib chiqqan va buning oqibatida atrofdagi uylar yoki biznes sektorlarida, shu biznes subyektlarida to'g'rirog'i elektr energiyasi o'chib qolgan, ya'ni elektrsiz qolishgan. Hozircha berilgan xabarlarga qaraganda jabrlanuvchilar yo'q, o't o'chiruvchilar esa tezda voqea joyiga yetib kelishgan. Aytishlari bo'yicha tezda yetib kelishgan. Men ishonaman lekin. Yong'in xavfsizligi bo'yicha pojarniklar tez kelishadi lekin bu bor gap. Toshkent ko'chalarida yana bir qiziq holat yuz berdi. Odatda biz buni filmlarda ko'rardik, lekin videoni ko'ring. Qoyillar ekan. YPX xodimi o'z avtomobilida kuryerni qo'ylab ketyapti. Buni ortida nima voqea bo'lishi mumkin? Bizani ham qiziqtirib qo'ydi. Rostdan ham agar qanaqadir film bo'lganda bu kuryer bola filmning qahramoni va u juda ham muhim. Ikkita jaz va ikkita qiyma shashlikni kimgadir olib borib berayotgan bo'lishi mumkin va bu u odam uchun ham muhim, hayotini saqlab qoladigan holat bo'lishi mumkin. Balki buyurtma bergan odamni xotini boshi qorong'idir. Tezroq borish kerakdir. Hayot-mamot masalasidir. Kim bilsin. Bundan balki qanaqadir ssenariy yozib kino chiqarsa bo'ladi. Agarda jiddiy aytadigan bo'lsak, bu holat qayg'uli holat aslida, chunki kuryerlar, dastavka xizmatida ishlayotgan yigitlar, yosh yigitlar, ba'zida ayollar ham, qizlar ham tezroq olib boray, o'sha meni oyligim to'g'ri chiqsin, qanaqadir rejani, planni bajaray deb joni jabborga berib harakat qilishmoqda. Albatta, bu ishga bo'lgan mas'uliyatni va o'sha oylik pul topishga bo'lgan harakatni, o'zbek xalqini tirishqoqligini ko'rsatadi. Bunga respekt, hurmat. Boshqa tarafdan afsuski mana shunaqa planlar, mana shunaqa rejalar, shuncha buyurtma qilishing kerak, buyurtmani olib borib berishing kerak yoki tez olib borib berishing kerak degan mana shunaqa qo'yilgan vazifalar ko'p holatlarda kuryerlarni o'z jonini xavfga qo'yishga olib bormoqda. Ora-chora ko'rib turibmiz shunaqa xabarlarni. Avtohalokatlar oqibatida o'sha mototsikldagi, velosipeddagi kuryerlar yo'llarda jiddiy jarohat olishayotgani va ba'zi holatlarda hattoki bu o'lim bilan yakunlanayotganini ham afsuski ko'ryapmiz. Xudoni balosi, bu safar yana Avstraliyada. Ko'ring bu videoni. Ashley, in the tire. Is that the most not? BBC xabar berishicha, Avstraliyada kemiruvchilarning ulkan vabosi avj olmoqda. Millionlab sichqonlar g'arbiy va janubiy Avstraliyadagi shaharlar va qishloq xo'jaligi yerlarini bosib olgan. Videoda ko'rib turibsizlar. Buni bir qarashda, wow, qanaqadir Injilda keladigan rivoyatlardagi Xudoning balosiga o'xshaydi. Ha, bo'lishi mumkin, biz bilmaymiz, lekin men aytib o'tishim kerakki,
Avstraliyada bu qanaqadir yengil emas. Avstraliyaliklar biladi. O'zi Avstraliya eng oxirgi bo'lib zabt etilgan kontinentlardan hisoblanadi va hattoki haligacha Avstraliya oxirgacha inson tomonidan zabt etilmagan. Ya'ni tabiat hali ham kuchli tabiat ustunroq turadi odamlardan. Haligacha bilinadi bu ilonlar, chayonlar yurishi va undan tashqari o'ziga yarasha qanaqadir bir alohida dunyoda o'zining ekosistemasi bor va nimagadir qanaqadir hayvonlar agar masalan chiqsa juda ham tez ko'payib ketib qoladi. Masalan, sichqonlar millionlab ko'payib ketib qolganda nimadir borki shart-sharoit bunaqa tez ko'paya oladi. Bilmaymiz. O'zi birinchi voqea o'zi eng mashhur voqea ham shundan chiqqan o'zi. Avstraliyada nechanchidir yilda quyonlarni qo'yib yuborishgan, ikkita quyonni qo'yib yuborishganda, bir necha yilda millionlab bo'lib ketib, juda ham katta talofat olib kelgan Avstraliya xalqiga. Nimaga? Yeb tashlaganda ovqatlarni, shu fermerlik, agrikultura, yerga nimadir eksa hammasini yeb ketgan. Quyonlar shunaqa ko'payib ketgan. Ajoyib xayolparast filmi bor-ku, o'sha haqiqatdan bo'lganda o'sha narsa. O'shaning uchun Avstraliya g'aroyib diyor. Toshkentda yana bir qiziq holat kuzatildi. Ommani ko'rib turishingiz mumkin videoda. Ular kitob nashriyoti ofisiga kelib yangi kitobning chiqishini talab qilishgan. Gap nima haqida ketyapti? Gap shundaki, bir guruh yoshlar Falaq nashr ofisiga kelib, qachon Binafsha shu'lasi kitobining davomi, ya'ni ikkinchi qismi sotuvda paydo bo'lishini so'rab va tezroq chiqarishni talab qilishgan. Nega bunday bo'lyapti? Hozir tushuntiraman. O'zbekistonda kitob o'qish ommaviy madaniyatga aylanayotgani juda ham meni xursand qildi. Men o'zim ham qiziqib ketdim bu voqeaga va men so'radim, menga yetkazib berishdi. Binafsha shu'lasi degan mana shunaqa kitob ekan. Usoma Muslim tomonidan yozilgan. Men qarasam, Saudiya Arabistonlik 77-yilda tug'ilgan yozuvchi aka ekanlar va bu yarim psixodelik, yarim fantasy va yarim realistik. Usoma Muslimni xullas arab dunyosining J.K. Rowling deb nomlashayotgan ekan internetda. J.K. Rowling bu Harry Potter asarlarini yozgan ayol, lekin bu muallif erkak kishi. Hozir yoshlar orasida birinchi mana endi kitob o'qishni boshlayotganlar, qiziqayotganlar, kitob o'qish olamiga kirayotganlar orasida juda ham mashhur va kirish uchun haqiqatan ham qulay va qiziqarli bo'lgan kitob sifatida ko'rilyapti. Birinchi qismi absolutni hit bo'lgani uchun hozir ikkinchi qismi qachon chiqadi, shuning uchun ofisga ham bostirib borishgan. Xo'sh, Falaq nashr xabar berishicha, 11-iyundan boshlab kitoblarni sotuvga chiqarish boshlangan. Qayerlarda, qayerdan, qaysi saytdan olish mumkinligini agar bilmoqchi bo'lsangiz, unaqada sizlar Falaq nashrni rasmiy Instagramga kirishingiz kerak bo'ladi. O'sha yerdan ma'lumotni topib olasizlar. Qiziq davrda yashayapmiz. U yoqda 5000 so'mlik kolbasaga talash bo'lsa, bu yerda kitobga talash. Qoyil lekin. Kontrast. Eron Kuvaytga hujum qildi. Iyun oyi boshlarida AQSh va Eron mojarolari yanada avj oldi. Voqealar rivojini qarang. 2-iyun CENTCOM xabar berishicha, bu markaziy qo'mondoni AQShning harbiy harakatlarni olib boradigan markaz bu. Qo'shma Shtatlar markaziy qo'mondonligi Botsvana bayrog'i ostida Eronning Hark oroli tomon harakatlanayotgan Lexi tankeriga Hellfire raketasi bilan zarba bergan. Bunga javoban Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Qo'shma Shtatlarning Panaya neft tankeriga qarshi hujum qilib zarba bergan. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bir tarafdan o'zi mana AQSh bilan Eron endi albatta geografik tomondan bir-biridan juda ham uzoq. Bir-biri bilan urusha olmaydi. Endi urushsa ham qanaqa? AQSh Eron atrofidagi qaysidir o'zini ittifoqdosh mamlakatlar territoriyasi orqali zarba beradi. Eron o'zini territoriyasidan turib AQShga bera olmasa, AQSh atrofida harbiy bazasi bo'lmasa, nima qiladi? Ittifoqdosh davlatlarga qarshi chiqadi. Ular kim? Bahrayn va Kuvayt. Shunaqa ekan, Eron Bahrayn va Kuvaytni qo'shnilarini AQShga yordam berganlikda ayblayapti. Ya'ni qanaqa? Hujumlar uyushtirish uchun maydon territoriyasida mayli mashtar ragatkadan uzuraslar, o'q uzuraslar deb ruxsat berganlikda ayblayapti Eron. Endi Eronni ham tushunsa bo'ladi. Bu bir tomondan, boshqa tomondan endi ular to'g'ridan-to'g'ri urishmasa hamki infrastrukturalarga zarar beradi. Ya'ni qaysidir neft tankeriga, boshqa kemasini portlatishi mumkin. Mana shunaqa qilib bir-biriga zarar bermoqda. Eron AQSh urushining eng qiziq tarafi shundaki, AQSh qachondir qaysidir davlatga hujum qilganda, agressiya qilganda, ko'pincha u davlatlar bitta, ikkitadan keyin, raunddan keyin cho'chirdi, qo'rqardi, bo'pti, hop, bo'ldi. Yutdingiz aka, siz zo'rsiz dirdi. Eron umuman qaytmayapti. Eron aytayapti, bizga, короче, vashi farqi yo'q. Dakansami, oxirgacha boramiz dedi. Xo'p, Kuvaytga nima qildi Eron? Eron Kuvayt aeroportiga
dronlarda bombalar tashlagan deb portlashlar qilgan. Esingizda bo'lsa, bundan 2-3 oy oldin o'sha arab mamlakatlariga, o'sha Kuvaytga, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabiston bo'yicha xabarim yo'q. O'shalarga qanday hujumlar bo'lgan, portlashlar bo'lgan. O'shandan keyin turistlar oqimi kamayib ketdi. Bu degani aviabiletlar tushib ketgan, mehmonxonalar narxi tushib ketgan, iqtisodiyot to'xtab qolib qancha zarar olib keldi. Qanchadan qancha o'sha yerda ishlayotgan odamlar ketgan mamlakatlariga qaytib ketgan. Men o'zim ham bilaman o'zbekistonliklarni o'sha yerda ishlashardi, qaytib kelishdi O'zbekistonga. Ya'ni xavfsiz emas-da, xavfli-da. Iqtisodiyotga vashshi katta zarar bu. Eron shuni bilib qoldi. Eron o'tdagi odamlarni o'ldirish niyati yo'q, qo'rqinch solmoqchi. Yana qo'shimcha qilaman. Yaqin Sharq va Arabiston yarim oroldagi mamlakatlarni bir nechtasi AQSh bilan ittifoqdosh. Ya'ni Bahrayn, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, bular hammasi arab mamlakatlari. Mana biz arablar deymiz, misol uchun bizning og'alar. Endi qaysidir baribir ular ham musulmon, biz ham musulmon deb qaraymiz, to'g'ri, lekin shuni tushunishinglar kerakki, ularning hammasi AQSh bilan ittifoqdosh. Ular AQSh bilan ishlaydi, neftini AQShga beradi, harbiy bazalarni quringlar bizada, mayli bemalol deydi. Ular bilan mashinada ishlaydi, AQSh bilan shunday ishlaydi. O'shaning uchun ham Isroil bilan bo'layotgan mojaroda tiq etmayapti, umuman aralashmayapti. Eng qizig'i bu yerda begona eronliklar forsda, ular arab emas. Bo'lmasam ular shialarda ham, sunniy emas, shialarda o'shalar kurashyapti Isroil bilan-da. Qiziq dunyo. Qo'shimchasiga AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyoti xarajatlari $100 milliard yetgan. Chunki Iran War Cost Tracker degan mana bir platforma chiqqan, ya'ni Eronni urushni nechpirga tushyapti, shuni hisoblab yuradigan platforma bor. Shu $100 milliard dan oshib ketgan. Bu raqamlarni qayerdan olishadi? Pentagonni o'sha Kongressga taqdim etgan hisobotiga tayinlanadi. Ya'ni hech bo'lmasa shu tarafi bor-da. Ya'ni Amerikada, AQShda rostdan mana shu hisobot shaffof beriladi. Necha pul ketayotganini bekitisha olmaydi. Mana shu bo'pti, aytamiz to'g'risini. To'g'ri, biz sizlarning soliqdan yig'ilgan pullarni olib havoga uchiryapmiz yoki qaysidir okalar cho'ntagiga ketyapti. Qaysi okalar cho'ntagiga? Qurol-yarog' ishlab chiqaradigan, qurol-yarog' sotadiganlar cho'ntagiga o'shalar boyiyapti hozir. O'shalarga ketyapti, lekin biz shuncha bab ishlatamiz. Mana bilib qo'yiladi, bular ham hisobot beradi. Bekitmaydi lekin. $100 milliard dan oshib ketgan. Har bir kun urushi bir kuni $1 milliard ga tushayotgan ekan. Judayam katta summalar. Tinchlik bo'lsin deymiz, lekin afsuski dunyo shunaqa ishlaydiki, tinchlik hech kimga выгодный emas. Hamma narsa pul va qudrat atrofida baribir aylanadi va urush bo'lishi foydali biznesmenlar uchun. Ya'ni ko'plab shu qurol-yarog' sotadigan yoki deylik nimadir ishlab chiqarish qiladigan, og'ir sanoatda ishlaydigan odamlar uchun doimiy urushlar bu bozorni paydo qiladigan narsa, ya'ni talabni paydo qiladi. Bizga ko'proq qurol kerak, bizga ko'proq forma kerak, misol uchun, oyoq kiyimlar kerak, benzin kerak bo'lishi mumkin, neft kerak, jihozlar, hammasi pul degani. Hammasi soliq to'lovchi, ya'ni oddiy odamlarning soliq to'lovchilarning pulini budjetga shakllangan-ku, o'sha yerdan olib ishlatishga bahona bo'lib beradi mana shu urushlar. O'shaning uchun AQShga urush har doim выгодный. Bu narsaga narkotikdek o'tirib bo'lgan AQSh va uning atrofidagi elita va bundan chiqib keta olmaydi. Ikkinchi jahon urushidan beri o'tirgan, mazasini tushungan, ikkinchi jahon urushida wow degan. Vashshi zo'r urush bo'lsa, so'qoqomizda urush bo'lsa zo'r ekan, biznes gullar ekan degan, shundan beri chiqib keta olmaydi. Orqasi qichiyveradi, nimadirni boshiga yuradi. Undan keyin Koreys urushi, keyin Vyetnam urushi, Afg'on, Iroq, Eron to'xtamaydi. O'shandan beri to'xtamaydi. Albatta, bu meni versiyam. Versiya emas, bu bor narsa. Shu bor narsani men qanaqa tushuntirishim bu. Meni o'zimning so'zlarim bilan tushuntirishim. Qayerdadir noto'g'ri so'zlar tanlab qo'ygan bo'lishi mumkin albatta. Xato bo'lsa albatta to'g'rilaylar. Shunaqa notinch davrlarda kelajak nima mavhum bo'lgan paytlarda nima qilish kerak? O'qib o'rganish kerak. Shu orqali siz o'zingizni kapitalizingizga, bilimingizni, bu narsani hech kim sizdan olib qo'ya olmaydi. Va eng muhim narsalardan bittasi albatta tushunib ulgurganingizdek bu ingliz tilini bilish, chunki bu global til. Ingliz tilini Anglifayda o'qing, mana chegirmalar demayman. Shunchaki qiziqib ko'ring, balki sizga kerakdir, balki biz mos kelarmiz, balki mos kelmasmiz. Uning uchun bo'lsa, mana shu video tavsifida Telegram kanalimizga havola qoldiraman. U yerda ingliz haqida ma'lumotlar beriladi. Umuman ingliz tilini osonroq qanaqa o'rganish mumkin? Siz nega o'rgana olmayapsiz? Undan tashqari turli sir sinovlari va eng muhimi doimiy ravishda ushbu kanalda tekin darslar e'lon qilinadi. Ularda ham qatnasha olasiz. Xullas, bitta kirib ko'ziga o'tirib chiqishga arziydimi? 100% arziydi. Keyin yo'g'iga qaror ko'rasiz. Obuna bo'lasizmi kanalga, bo'lmaysizmi? Kurs olib o'qiysizmi, ingliz tilini o'qimaysizmi? Endi bu qaror o'zingizdan bo'ladi. Guinnessga kiraman deb boshqa joyga kirgan sendvich qayerga kirdi?
Argentinaning Avellaneda shahrida mahalliy El Tano Steakhouse, steakxona. Bu biz bularda steak bor, bizning oshga o'xshagan narsa-da. Osh markazida deymiz, bu yerda shu El Tano Steakhouse-da 25 yillik yubileyini nishonlash doirasida ulkan sendvich qilishmoqchi bo'lishgan. 750 metrli sendvich. Uni yasashni boshlashgan. Yasashyapti. Odamlar to'plangan, kelgan, hammani chaqirishgan. Ya'ni rekord o'rnatamiz, keyin najmxo'rlik, keyin yevrasizlar degan. Endi Argentina-ku, mana Argentinaga qaragan bo'lsanglar, mana futbol ko'radiganlar bilishadi. Oq tanli, oppoq bolalar. Ya'ni asosan baribir Yevropadan-da, Argentina Lotin Amerikasida bo'lsa ham, u yerda Argentina asosiy anaqasi qayerdan kelib chiqqan? Ular Portugallar, ispanlar, italiyaliklar va nemislar va inglizlar ham bor orasida. Asosan nemis, italyan mashhur aralashgan, fransuzlar ham bor misol uchun. Ya'ni tuppa-tuzu biz xuddiki o'rgangan madaniyatli odamlar bo'lishi kerak edi. Lekin 750 metrli sendvich yasayotgan paytda odamlar kutavergan, qorin tatalab ketdi-ku, tugatasanmi sendvichingni? Rekordingni bare ezvorlaring deyishgan. Keyin sendvich yasayotgan paytda xullas odamlar bare deganda shunda kirib, "Olmam yoq sendvichingni" deb shunda olib paketiga, sumkasiga, qorniga tiqishgan. Xullas, Guinness rekordga kirmadi, qoringa kirdi hamma sendvich. To'g'ri boradigan joyiga bordi. Shunaqa bo'lishi ham kerak-da. 750 metrli sendvich ham qiladimi? Bo'ladigan ish qilsanglar-chi. Xullas shunaqa. Biz madaniyatsiz o'zbeklar mamlaqa navbatda tura olmaydi boshqa deymiz, lekin odam baribir hamma joyda bir xil-da. Bizni to'xtatib turadigan faqat bitta narsa bu baribir qonunlar ekan. Biz o'zi baribir shunaqa bir ijtimoiy mavjudotmizda. Qorin ochganda aql ketadi. Dugonalar yana urushib qoldi. Nima gap? Yunka va Mashatillayeva haqidami? Yoki Munir Zayeva kim bilan o'rtoq? Men xabarim yo'q. Yo'q, gap AQSh prezidenti Donald Trump va Isroil premyer ministri Benjamin Netanyahu haqida. Bitta gazetani xabar berishicha, Trump qaysi gazetaligini aytaman hali. Trump dushanba kuni Netanyahu bilan telefonda gaplashgan va ularni xabar berishicha, "Sen jinni o'qib qolibsan. Men bo'lmaganimda Trump aytdi Netanyahuga. Sen jinni o'qib qolibsan. Men bo'lmaganimda qamoqda bo'larding o'sha. Hozir hamma seni yomon ko'rib qolgan, hamma Isroilni yomon ko'radi" deb baqirgan, qichqirgan. Va bu xabar ishonchli-mi yo'q, men tekshirmoqchi bo'ldim va bu xabar The Times of Israelni o'zida chiqqan, ya'ni Isroil vaqti degan gazetada chiqqan. Bu Isroil vaqti gazetasi o'zi nufuzlimi yo'qmi desam, bu Isroildagi xabarlari va umuman yahudiylar dunyosi shularni haqida xabar beruvchi eng katta ingliz tilidagi xabarlar agentligi ekan. Ya'ni rostdan ishonchli joydan chiqyapti. Rostdan Trump bilan Netanyahu urushib qoldi. Xo'p, lekin o'zi nimaga bunaqa bo'ldi? Bu oddiy tortishuv emas. Amerika Isroilni to'xtatmoqchi rostdan, chunki Livan urushi tobora nazoratdan chiqib ketib qolyapti, Livanga o'tib ketib qolyapti. O'zim ham G'azoni egallab oldi. Endi hozir Netanyahu xayolida 18-17-asrlardagi sarkarda Amir Temur, Napoleonman deyapti-da. Zamonaviy dunyoda o'sha yo'q-da bu narsa. Isroil endi kichkinada territoriyasi, o'shani kengaytirib olmoqchi. Livanni ham olamiz, bu yo'qni deb video o'yin o'ynab o'tiramiz. Strategiya shunaqa qilyapti. Territoriyasini kengaytirmoqchi. Trump ham yig'ishtirib bo'ladigan ish qilgan deyapti. Eng qizig'i, NPR xabarlar agentligining xabar berishicha, Trump keyinchalik bu so'zlarni tasdiqlagan ekan. Rostdan telefon muloqoti bo'lgan. "Ha, men g'azablangan edim, jahlim chiqib turgan edi" debdi Trump. Lekin yo'q, unaqa narsa bo'lmagan demagan. Nima deymiz? Netanyahu, keting. Shunchaki keting emas, lekin o'zidan menimcha tribunalga barib berilishi kerak, sud qilinishi kerak. Nimaga pichillab gapiryapman? Bo'pti. AQShga ketolman-da, Amerikaga ketolman yaqinda. Ko'p aytaman-a? Bo'pti. Ko'p maqtavordim-a? Bo'ldi. Gap. Mana shundan keyingi son Toshkentda bo'ladi, adashmasam. Undan keyingi sonni Xudo xolasa New Yorkdan Central Parkdan olib boramiz. Nasib. Aql yoshda emas, boshda. Jeneva Yevropada 29-may kuni dunyo bo'yicha eng yirik o'smirlar ekologiya musobaqasi bo'lgan Earth Prize deyiladi, ya'ni yer sovrini. Unda qatnashgan hindistonlik 16 yoshli 3 ta o'quvchi, ismlarini aytib o'tirmayman, yozib chiqishi mumkin. O'shalar g'olib bo'lgan. 23 ming kishilik ovoz bilan g'olib chiqishgan. Ya'ni odamlar ovoz bergan. Hindistonliklar ovoz berganmi? Kim bilsin. Xullas ular nima qiladi? Mana chiqindilardan xullas mana suvda, kir suv ichida mikroplastik boshqa narsa bor va ularga o'shaning ichiga qadar kukun separ ekanda, u kukun o'sha yerdagi mikroplastikni o'ziga magnitga tortib olar ekan, yopishtirib oladi. Keyin uni maxsus kimyoviy ishlov bilan, reaksiya bilan u hammasi keyin tortib olinadi, shuni olib chiqib olinadi. Shu orqali suv tozalanar ekan mikroplastikdan. Endi bu yaxshigina olamshumul bir ixtiro desa ham bo'ladi. Olamshumul bo'lsa ham yaxshi ixtiro.
Shu orqali bular hozir toza suv yetkazib berishni ta'minlashi mumkin. Ayniqsa Hindistonda toza suv katta muammo. Misol uchun dunyo bo'yicha 2,1 milliard odam toza ichimlik suviga ega emas. Bu orqali ko'plab o'zi o'limlar keladi. Dunyo bo'yicha ham eng ko'p o'lim sabablarini ko'rganimizda to'g'ri orasida yurak bilan bog'liq kasalliklar juda ham ko'p, saraton bor, lekin undan tashqari aynan qiziq tomoni regional qaraydigan bo'lsak, masalan, Afrika, Hindiston taraflarda hayron qolasiz. Diareyadan ko'p odamlar o'ladi. Diareya bu ichki ketishi. Tasavvur qiling, ichki ketishdan odamlar o'ladi rostdan. Afrika, Hindistonlarda sabab ovqat gigiyenaga to'g'ri kelmasligi va suv, ichimlik suvining kirligi shu orqali. Shunaqa, endi biz aytamiz, biz vodoprovod suvini ichib katta bo'lganmiz deymiz. Endi bizning vodoprovod suvlar toza bo'lganda, siz Hindistonga borib ko'ring, oldin keyin gapiring. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'ryapmiz, YPX xodimlari yoki PPX xodimlari yoki o'sha militsiya xodimlari va fuqarolar o'rtasidagi har xil aytishuvlar, gap talashlar, qanaqa avjot, avj olmayapti. Chiqib turadi. Mana yana bittasi chiqdi, ko'ringlar. Deysiz, bemalol syomka qilaring, internetga qo'ymasangiz bo'ldi. Oching, yoping mashinani. Nima ochib oldingiz siz eshikni? Syomka qilsam, Sho'rasin pastga. Nimaga? Sabab asos. tekshirmoqchimiz do'stim sizni. Nimani tekshirmoqchi? Yimini sizni. Nimaga? Nima bo'yicha tekshirish kerak? Pastga sho'rasizmi? Hop, qo'limdan tortmang. Yo'q, o'ting. Nega qo'limdan tortyapsiz? Hı? Nega qo'limdan tortyapsiz? 3 marta ogohlantirdim, hurmatli fuqaro, 194 ga majbur qilmang. Bodi kamerangiz qani? Bodi kamera turibdi. Qani bodi Pastga kamera? sho'rasizmi? Ushlab turibman. Mana shunaqa narsa bo'lyapti-da, nimaga tushim kerak, nima bo'lyapti, qani bodi kamerangiz deyapti-da. Xodim, PPX xodim konkret aytmayapti. Bodi kameram yo'q demayaptilar-da. Uzr, men yo'q, to'g'ri, aybim bor deb o'tirmayaptilar. Ko'chachasiga ketiryapti. Keyin mashinadan tushdi. U yo'qni ko'ringlar. Mashinadan tushgandan keyin gap so'zlarni qaranglar. Bodi kamerangiz Yordam qani? kerakmi yo'q? Bodi kamerangiz qani? Men sizga yordam kerakmi? Bodi kamerangiz. Yordam kerakmi dedim. Qanaqa yordam? Nima yo'q? Nima yoqmayapti? Nima yoqmayapti? Ha? Sizni qilayotgan ishingiz yoqmayapti. Nimasi yoqmayapti? O'tirib bo'lmaydimi bu yerda? Ha? Nimasi yoqmayapti? O'tirib bo'lmaydimi bu yerda? O'tirib bo'ladi. O'zingizga to'g'rimisiz? To'g'rimi? Ha? Ha? Nimani muammo qilasiz bo'lmasa? Ne bodi kamera bilan Ha? kelmayapsiz? Nimani muammo qilasiz Ne bodi kamera bilan Men sizga kelmayapsiz? gapiryapman. Siz meni birinchi Ha? savolimga javob bering, o'zingiz tanishtirmayapsiz. Tanish 50 marta gapirdim. Nima yoqmayapti? Qo'l ushashib gaplashib turgan joyi shunaqa komediya. Bu shunaqa gap talashishyapti, men bilmayman hamda. Agar mana akani formasi bo'lmasa, bular gap talashishganini bilmayman. Hozir nima deb izoh berishni ham bilmayman-da. Muammo biz o'ylagandan ham kattaroq o'zi. Aslida gap nima haqida ketmoqda? Ha, PPX xodimlari tushunaman, o'zini ishini qilish kerak, to'g'rimi? Lekin ko'p holatlarda hissiyotga berilyapti-da. Ular davlatni reprezentativida, ya'ni davlatni ko'rsatishadi, ya'ni hukumatni. Mana shu kepkali PPX xodimini, misol uchun ismlari deylik, G'olib aka bo'lsa agar, bu aka G'olib aka bo'lib gaplashmayapti. Hukumat bo'lib gaplashyapti-da. Mana O'zbekiston Respublikasini ko'rsatib gaplashyaptilar-da. O'zbekiston Respublikasi bunaqa gaplashish kerak emas-da. G'olib aka bunaqa gaplashishlari mumkin. Nima muammo, nima yoqmayapti deb G'olib aka ishdan tashqari yakshanba kuni choyxonada bemalol gaplashishlari mumkin-da. Lekin formada O'zbekistonni представлять qilayotganda bunaqa gaplashilmaydi. Muammo chuqurroq deganim shu yerda. Ya'ni yana o'sha Chet elda. Chet elda zo'r deymiz, Shu misol qilib keltiraman mana chet elda. Bo'pti. Ba'zi mamlakatlarda ko'rganmiz, Yevropa mamlakatlarida, uchun Yaponiyada ham, Avstraliyada ham bor shunaqa, AQShda ham ko'rganmiz, tizimlashgan va protokol degan narsa bor. Protokol bu mana bu holatda ssenariy bir olamiz. Bitta ssenariyda mamnaqa bo'lsa, mamnaqa javob beriladi. Bunaqa desa, bunaqa deyiladi. Agar mamnaqa bo'lsa, mana shunaqa javob beriladigan reglament, protokol degan narsa bor va u 150 xil, 250 xil ssenariy bo'lishi mumkin. O'shalarni bular bilishingiz kerak. Mana shunaqa gapirayotganda, maydalashayotganda, mijg'o'li qilayotganda nima deb gapirishni bilishingiz kerak. Undan tashqari, agar hissiyotlarga beriltirib, "Aka, nima siz o'zingizdan kimga soldingiz? Nima bo'lyapti?" deb agar ko'cha qilib gapirsa fuqaro, xodim shu yerda nima deb javob berish kerakligi ham o'rgatilish kerak-da. Mana misol uchun G'olib aka mana shu gaplarni o'zlari shaxsan o'zlariga nisbatan hurmatsizlik deb qabul qilishlari kerak emas. Ular davlatni ko'rsatadilar, bo'ldi. Bu odam shunaqa deyaptimi, bunga boshqacha baho berish kerak. Tak, mana bunaqa demak aybi bo'lishi mumkin. Mana shunaqa gapirayotgan, nimadir bekitmoqchi. Uni, ya'ni xodimlarning maqsadi uni gapni yedirish emas. Xodimning maqsadi xavfsizlikni ta'minlash, tinchlikni ta'minlash. Shu odam xavf tug'diryaptimi, bo'ldi, shu bilan shug'ullanish kerak.
u aljiryaptimi, boshqa aljirayotgan bo'lsa, balki narkotik moddalari bordir, ichib olgandir. Shu haqida o'ylashlari kerak. Mani g'ururimga tegib ketdi deb o'ylashlari kerak emas-da. Bu yerda g'urur degan tushuncha yo'q rasmiy tarafda. Faqatgina haqorat bo'lishi mumkin. Ha, ya'ni xodimga nisbatan haqoratli gap bo'lishi mumkin. Unaqa joyda, tak, men bu yoqqa endi o'tasiz. Mana bu qaysidir deylik qonun bo'yicha yoki qaysidir tam bilmagan qoida bo'yicha shuni biz deymiz, shu bo'yicha endi hozir gaplashamiz siz bilan deyilish kerak o'zi aslida va bu narsa o'rgatiladi rostdan ham chet el mamlakatlaridagi mana shunaqa akademiyalarda va akademiyada yana bitta muhim narsa bor, chet el ayniqsa AQShda, Yevropalarda juda keng yaxshi tarqalgan, Yaponiyada ham shunaqa aslida, boshqa mamlakatlarda ham mayli, nima demoqchiman. PPG xodimi, YPG xodimi, militsiya xodimlarining asosiy maqsadi, g'oyasi va qadriyatlari singdiriladi. Sizlarning maqsad deyiladi, odamlarga yordam berish, tinchligini ta'minlash. Sizlarning maqsad borib boshqa narsa emas, tinchligini saqlash deyiladi. Asosiy narsa shu. Men o'zim AQShda bo'lganimda, biz mashinada ketyapmiz, politsiya to'xtatgan, oldingda faring yo'q degan, o'chib qolgan bittasi degan. Buni biz bilardik. Biz endi talabamiz, o'sha farani tuzatish pul turgani uchun, biling nima qilamiz deb yuruvdik. Oldi faring bittasi ishlamayapti. Qonunga zid bu, mumkin emas-da. Deganda, voy yo'g'i, uzr bo'ldi, borib tuzatamiz deganmiz-da. U politsiya, men uzr endi, yo'q, menga soqqasini ber, yo'q, men shtraf qilaman, meni qiziqtirmaydi demagan. O'zi baho bergan, bo'ldi, borib qilasanlar, davaychi, omadingni bersin deb qo'yib yuborganda. Chunki politsiyaning maqsadi Amerikada siqish emas, maqsad tinchlik ta'minlash. Ko'ryapti, normal adekvat bolalar, qora tanli bolalar emas-da, normalniy bolalar. Bo'ldi. Tuzatasan, borganda faring tuzatib kelgin. Bo'ldi. Va bunaqa holatlar juda ham ko'p aslida. Ya'ni politsiya asosiy maqsadi odamlarga yordam berish va tinchlikni saqlash degan narsani ushab turadi miyasida. Va albatta bizni xodimlar ham buni qila oladi. Faqat u akademiyalarda to'g'ri tushuntirilishi kerak. Uning uchun bo'lsa mutaxassislar kerak, bizga tajribali odamlar kerak, balki ekspertlar kerakdir, bilmadim. Xullas shu. Endi men kuxnyani yaxshi bilmayman, oshxonasini yaxshi bilmayman. Bu yerda qanaqa tayinlanadi, qanaqa bo'ladi? Ko'p xato gaplarni gapirgan bo'lishim mumkin. Ertaga ko'chada balki rostdan ham rasmiylarni ko'rganimda, xodimlarni ko'rganimda meni chetga olib bu yoqqa. Endi bu yoqqa, mana bu yoqqa turmamiz. Endi eshit deb balki 20 minut menga tushuntirishingiz mumkin. Men qizarib, tillab, "Oka bo'ldi, tushundim, boshqa gapirmayman" deyishim mumkin. No, hozircha fikrlarim shunaqa. Avliyoni ham so'kishga haqqi bor. Direktor. Bu video ko'rgan bo'lsanglar kerak, ko'p muhokama bo'lyapti. Mana marhamat. Eshitib turing. Avliyosini ham so'kishi haqqi bor. Avliyosini ham? Chunki bu yerda direktor edi. Nega gaplash? Syomka qilmasdi. Nima tushunmayapsanmi nima Hozir nima men bilan urishyapti? Yo'qol bu yerda, hududdan ol mashinangni, tushundingmi? Bu yerga vuyo qilma. Bor, xohlasang mana setkani orqasiga kirda, borib qayerga kelgan bo'lsang o'sha yerga xalaqit beryapmanmi? Xalaqit beryapsan. Turma bu yerda, mashina qo'yma. Kimga xalaqit beryapti? Territoriya bu, tushundingmi? Ha, buni men Instagramda ham o'zim gapirib chiqdim. Rostdan ham g'alati holat. Turib o'tdan, ketib o'tdan, sen kimsan, jinnimisan deyilyapti. Bu yana bitta shu narsani ko'rsatadiki, O'zbekistonda haligacha shu qonun doirasida hamma haq-huquqlarni bilib gaplashish yo'q. Ko'chachasiga hal qilinadi va eng qizig'i, bu yerda surib o'tdan o'tgan akalar ko'chachasiga, po понятиям deydi, erkakchasiga hal qilishyapti-da. Lekin mashinada o'tirgan haydovchi qonun tarafdan hal qilmoqchi-da. Nimaga ketishim kerak? Nima? Nima bo'lyaptiki, sizlar nima haqqinglar borki, nimaga asosan meni bu yerdan ketqizasizlar deb rostdan ham to'g'ri savollar beryapti-da. Ani okalar toqib ketyapti. Hayotida bunaqa savol eshitmaganda, surib o'tdan deganda har doim surishgan. Mana shu oka oxirgi 25 yilda kimga surib o'tdan degan bo'lsalar, o'sha odamlar surgan. Lekin nimagadir qaysidir Mahmadadan chiqyapti, qatari konstitutsiyani varaqlagan bola chiqyapti-da, nimaga ketishim kerak degan savol beryapti. Hayotda eshitmaganlar bu savollarda. Hayronsan, jinnimisan deyaptilar-da. Chunki hamma boshqacha reaksiya qilganda yillar davomida va bu bola endi boshqacha reaksiya qilyapti. Tushunaman, okani tushunaman. Tushunaman. Yangi dunyoga qadam qo'yyapmiz, qonunlar gapiryapti. Lekin o'ylab ko'ringlar, sizlarga shu kerakmi, yo'qmi? Ha, ya'ni qonun bo'lsin, demokratiya bo'lsin deymiz-ku. Buni boshqa tarafi ham bor-da. Qonun ishlasin, demokratiya deymiz. U qonunga sizlar ham turib berishinglar kerak. U sizlarga qarshi ham ishlaydi hali-da. O'shanisiga turib berish kerak. Shu haqida birinchi navbatda o'ylashimiz kerak. Odamiylik millat tanlamaydi. Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik otaning hikoyasi millionlab odamlarni ta'sirlantirdi. KBC degan kanal bor. Bu endi Koreyaning mashhur kanali. O'sha yerda bir o'zbek ishchisini ko'rsatishgan va uni keyin o'z oilasi bilan ko'ring videoni. Bak, ketdi.
Men ham ko'rib ta'sirlandim. Juda ham yaxshi, ha. To'g'ri qilishibdi. Bu o'ziga yarasha, bu yaxshi-da, bunaqa ko'rsatuvlar bo'lishi va izohlarning orasida menga e'tiborni tortgan bitta izoh bo'ldi. Iymon yo'q, insof bor degan kommentni ko'rdim. Ko'p like yig'ilgan ekan. Shunaqa. Ba'zida biz o'rnak olishimiz kerak o'sha ajnabiylardan, g'ayridinlardan, bu o'rnak oladigan joylarimiz bor. Plus tomonlarini baribir olishimiz kerak. Bizda ham bunaqa narsalar albatta bo'lishi kerak. Ukraina va Rossiya beef'i davom etyapti. Beef degani inglizchalab o'zi mol go'shti degani, lekin bizda aytadi-yu, bir-biringni go'shini yeyapsanmi deydi-yu. Mana go'shini yeyapsan bir-biring deymiz. O'sha narsa inglizlarda ham bor, shunchaki beef deyiladi. Mol go'shti deyiladi. Ukraina va Rossiyaning mol go'shti davom etyapti. Orasidagi mol go'shti davom etyapti. Tarjimani qaranglar. Xullas, Ukraina ham Rossiya ham bir-biri tomon raketalar hujumini almashishgan. Ya'ni Ukraina Rossiyaga Piterga yaqinda dronlar tashladi, dronlar portlatishlar qildi, Rossiya ham Ukrainaga qildi. Bir-birini qo'rqitish bu va bu o'zi aslida muzokaralar stoliga chaqirish ma'nosida ham ishlatiladi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun Zelenskiy, Ukraina prezidenti Putinga murojaat qilgan. Primoy emas, qaysidir intervyu, qaysidir chiqishida aytgan, men Rossiya tomonni urushni to'xtatib, muzokara qilib, kelishib to'xtatishga chaqiraman degan. Keyin Putin qaysidir boshqa yig'ilishda, men unaqa deb o'ylamayman degan. O'tirmayman degan. Endi nimaga Zelenskiy bu gapni mana aytdi va undan oldingi mana bu raket hujumidan nima aloqasi bor? Gap shundaki, mana Piterga ham, Sankt-Peterburg katta shahar, eng madaniyati rivojlangan shaharlardan, dunyoni. Sankt-Peterburg dunyoning eng madaniyati rivojlangan shaharlaridan bittasi hisoblanadi. Dostoyevskiy Peterburglik. Vot, o'shatlarga ham dronlar tashalgan, boshqa qilingan vahima uyg'otiladi xalq orasida. Keyin Zelenskiy chiqadi, urush to'xtataylik, gaplashaylik deydi. O'sha joyda xalq shunaqa kayfiyatda bo'lib turgan bo'ladi. O'tirgan Putin aka iltimos borib gaplashing, to'xtata qoling deyishi uchun ham qilinadi bu narsalar. Hammasi o'yin, akalar. Lekin Putin bu o'yinlarga uchmayapti. Bekorga qotdi. Nimaga tinchlik kerak deb hammaga. Yo'q, men o'tirmayman muzokaralarga deyotganmish. O'zbek kinosi kinematografiyasida ketma-ket o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Birinchisi, bu yillar davomida bo'lgan badiiy kengash tugatildi. Uning o'rniga maxsus komissiya bo'lar ekan. O'zi badiiy kengash nima? Badiiy kengash shunaqa narsaki, misol uchun Aviator filmida ham bor shu narsa. DiCaprio chiqqan Aviator filmida ham bo'lgan. Eng qiziq Aviator filmi 40-yillardagi holatni ko'rsatadi. 40-yillarda Amerikada badiiy kengash bo'lgan. Bu nima degani? Filmingizni olib borasizda 7-8 ta okalar o'tiradi. O'shalar ko'rsatasiz kinoingizni. Ular ko'radi kinoni. Aytadiki, "Mamlatida" deydi, "Nima bunaqa narsa olib tashlaylar" deydi. "Bu bizga yot g'oya. Mamlatdi narsa bu bizni qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Olib tashlagin" deydi-da. Va agar juda ham ko'p qadriyatga to'g'ri kelmaydigan narsalar bo'lsa, kinoni polkaga jo'natishadi. Shunaqa gap bor kinochilar orasida. Kino polkaga tushdi degan. Bu tortmaga ketdi degani kino. Ya'ni kino olinadi, javonga qo'yib qo'yiladi. Chiqmaydi degani. Ya'ni kino zapret bo'ladi, chiqmaydi degani va ko'plab yillar davomida polkada yotgan kinolar bo'lgan shuna oqibatida. Endi badiiy kengash qanaqa holatlarga misol uchun e'tiroz bildirishi mumkin. Bitta misol uchun mana bunaqa narsa bo'lgan ekan. Menga aytib berishdi, bittasi kino olgan, qaysi kino esimda ham yo'q. Kinoda janjal holati sahnasi bo'lganda, bir-biri bilan urushib olib turib pelani otganda, pelani sindirib urushib anaqa qilgan. Bo'ldi, ketdi. Badiiy kengash ko'rganda nimaga paxta gulli pelani otyapti? Paxta gulli peli bu o'zbek atributikasi, ya'ni o'zbek millatini bir o'ziga qanaqa do'ppiga o'xshagan, atlasga o'xshagan narsa bu. O'zbekchilikni o'zbekligini ko'rsatgan narsa. Bu narsani otib sindirish to'g'ri kelmaydi deb olib tasha deyishgan. Tushunasizlar, mana shunaqa narsalarga ham e'tiroz bildirishadi. O'shandan ham hamma to'yib ketgan edi. Misol uchun qanadir ular ssenariylarda ham qila olmaysiz, eksperiment qila olmaysiz. Juda ham mana shu torayib eng qizig'i keyin mana bunaqa narsa bor-da. Qanchalik mana badiiy kengashi u ham kimgadir baribir hisobot beradi. Mana kinoni o'tkazdik, buni o'tkazmadik deydi. Yo'ki, badiiy kengash bo'ladi. Sal eksperimental, takoy, sal tavakkalroq bo'pti kino, lekin o'zbek tomoshabinlarga lekin kerak. Ko'rsin. Mana shunaqa narsalarni ham ko'rsin, bir xil narsa ko'ravermasin, to'g'ri. Sal misol uchun narkoman bola yaxshi rolda chiqib qopti. Keyin u boyib ketibdi narkoman bola, lekin oxirida tavba qildi-yu, yaxshi. Misol uchun Wolf of Wall Street ham filmida ham shunaqa. Mayli, lekin yaxshi narsa chiqdi, chiqaruvlaring deb ruxsat berordi badiiy kengash. Chiqdi, mashhur bo'ldi, hamma ko'rdi. U keyin qatlagadir yetib boradi-da. Deydi, bu kinoga ruxsat berib hali. Bu yoq chaqirlaring hammasini deydi. Badiiy kengash chaqiradi. Nimaga ruxsat berlaring bu kinoga deb
ularni dabdarasini chiqarishadi. Shuning uchun badiiy kengash juda ham qo'rqib qolganda, do'ppisini olib kel desa, kallasini olib keladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni nazoratni chegarasini mana bundoq qo'yinglar, deyapti, tepadinglar. Badiiy kengash mana bundoq qo'yib yuboradi. Gap umuman bizga tegmasin deb qo'rqib qolishganda. O'shaning uchun bu juda mana shunaqa tuganmas aylana. O'shaning uchun ham kinolarimiz o'tmaydi. Anaqadan o'tmaydi, tekshiruvdan o'ta olmaydi. O'sha badiiy kengash tugatilibdi. Tushunsizlar gap nimada? Endi uni o'rniga maxsus komissiya bo'lar ekan, u guruhlarga kinematograflar, yozuvchilar va bastakorlar uyushmasi tavsiya etgan mutaxassislar jalb qilinar ekan endi. Ya'ni uyushmalar bor, kinematografiya yozuvchilar, bastakorlar uyushmasi bor. O'sha yerda mana mashina tavsiya qilamiz, buni tavsiya qilamiz, mashinalar ishtirok eta qolsin degan narsa bor-da. Bu ko'proq endi badiiy kengash to'liq yo'q olmadi, sani yengillashtirdi degan narsa, lekin men o'ylaymanki, vaqt o'tib ular ham badiiy kengashga aylanib ketadi. Ya'ni ajdarholar ketdi, o'rniga hozir misol uchun yaxshi ponilar, tulporlar keldi. Ular ham vaqt o'tib ajdarhoga aylanib ketadi deb men shaxsan o'ylayman. Mana shu voqealar fonida o'sha badiiy kengash tomonidan brak qilingan, chiqmaydi deb polkaga jo'natilgan Dacha filmi ITV aytib qo'ydim-a? O'sha film endi onlayn streamer platformalarida chiqdi, odamlar ko'rdi va eng qizig'i Twitterda ham muhokamalar bo'ldi. Voy, shuncha reklama qildinglar, shuncha maqtagan kinolar shumidi deb tanqid qilgan odamlar ko'p bo'ldi. Men filmni ko'rmadim, lekin treylerni ko'rganimda bilgandim bu kino zo'r kino emasligini. Chunki aktyorskiy tarafdan aktyor sostavi bilan rejissyor yaxshi ishlamagandek tuyulgan menga, ishlomagandek tuyulgandi. Faqatgina Murod yaxshi ukaxonimiz aktyorlik tomonidan tortib berganlari ko'ringan va shunaqa bo'pti ham. Menga aytishligisi bo'yicha kino haqida fikr bildirmayman, chunki ko'rmaganman hali. Lekin men o'sha TV yozilgan xabar fikrlariga qo'shilaman, to'g'ri. Kino zo'r emas, kino wow emas, lekin bu kino kerak. Mana shunaqa kinolar, xilma-xil janrlar bo'lish kerak va bunaqa kinolar o'zini orqasidan boshqa shunaqa kinolarni tortib kelish kerak. Boshqa yana bitta muhokama bo'layotgan film bu Sarvar Karimovning Fars filmi. U film ham tekshiruv emas, u qaysidir payt kinoteatrga chiqib keyin olib tashalgan edi. Hozir platformalarda yana ko'rsatilyapti, ketyapti endi va uni ko'rib ko'pchilik birvarakayiga yuqori baholayapti. Gap yo'q, ssenariy, aktyorskiy, rejissura, g'oya, oxirini tugashi hammasi a'lo darajada yilning eng yaxshi kinolaridan deyishyapti. Buni ham men ko'rmadim, lekin shunaqa fikrlar deyishyapti deb aytayapman. O'zim yaxshilab ko'rib chiqqandan keyin, Sarvar aka ustoz, uyatli, oldingiz uyatli bo'lib qoldi, hali ham ko'rmaganim, ko'rib chiqaman albatta. Shu, men bu fikrlarga lekin yetkazishim kerak bu fikrlarni baribir. Shunaqa gap so'zlar yuribdi Fars filmi atrofida. Adolat uchun aytaman, ba'zi fikrlar ham bo'ldi. Fars filmi odamlarni hajga borishdan qaytaradi, propaganda bo'pti deyishdi va unga qarshi yana boshqa keyin fikrlar yozildi. O odamlar, kinoni ma'nosini chaqib ko'ringlar, bu hajdan qaytarmayapti, qaytanga teskarisini qilyapti, unaqa emas degan fikrlar ham bor. Endi shu fikrlar xilma-xil. O'zingiz kinoni ko'ring, xulosani o'zingiz chiqaring. Jizzaxda do'l yog'di. Birinchi kuni Jizzax viloyatining ayrim hududlarida do'l yog'gan, yomg'ir bo'lgan, yer usti ham oq bo'lib, ko'rinib qolgan. Haqiqatan tabiat hodisalari, hozir bahor, yoz keldi mana. Bunaqa holatlar bo'lishi mumkin va endi do'l albatta sal xavfliroq, lekin yog'ingarchilik ko'p bo'lgani yaxshi. Bu O'zbekistonga kerak, zo'r. Gavayi orolining Kilauea vulqoni rekord darajadagi otilishlar bilan faoliyatini davom ettirmoqda. Ya'ni otilishlar degani shu bitta bo'lib chiqadi. Misol uchun 24-yil dekabrdan beri 48 marta favvora otgan ekan bu vulqon. Bu narsani ko'rib, "Wow, nimalar bo'lyapti axir" deyishimiz mumkin biz agar O'zbekistonda bo'lsa, lekin Gavayiyaliklar o'rganib ketgan. O'zi Gavayi oroliga bundoq qaraydigan bo'lsanglar, bu orol o'zi vulqondan paydo bo'lgan orol o'zi. Ya'ni u vulqon otilaverib orol bo'lib qolganda. Vulqon ham o'zi tushunishlik uchun bu husnbuzarga o'xshagan narsa-da. Husnbuzar bo'lib chiqadi, o'tdan otiladi, keyin atrofi bundoq mashaqa orol bo'lib qoladi, o'xshatib chiqaraylik. Gavayi oroli husnbuzarmi? Ha, bu xabar nimaga aytmoqchiman? Shunaqa Gavayi orollarini haqida biz eshitganmiz, bilamiz. O'zi vulqondan tashkil topgan mana shunaqa orol va yana hozir vulqonlar yana faollashgan. Bu ko'p o'z qaytariladigan narsa, bo'lib turadigan narsa, hozir sal faollashgan. Va bu xabardan maqsad shuki, dunyo xilma-xil, biz uchun umuman yovvoyi, umuman kuzatilmagan narsa deb hisoblagan narsalarimiz boshqa odamlar uchun bu normal holat bo'lishi mumkin demoqchiman. Yana bitta dunyo xabari, chiqindixonaga aylangan Everest tog'i.
Gap shundaki, Everest tog'ining Camp Tour hududida juda ham ko'p tashlab ketilgan chiqindilar, palatkalardan qolib ketgan narsalarning videosi ulashildi. Tasvirda ko'rishimiz mumkin, 8000 metr balandlikdagi eng yuqoridagi o'sha lager bor. O'sha yerda mana jihozlar qolib ketgan narsalar qolib ketgan. Camp 4 nima deyilgani? O'zi lager tour deyilgani. Everestga chiqayotganda o'zi lager 1, lager 2, lager 3, lager tour bor-da. Ya'ni har qanchadir metrga chiqurganingizdan keyin, nechadir kilometrlardan keyin bittadan lager keladi. Orada nafas rostlash uchun. Lekin lager tour nimaga o'tda musorlar ko'p qolib ketyapti? Chunki kislorod deyarli juda ham kam, odam nafas olishga juda qiynaladi. O'tda kislorod qolmay qoladi. Yig'ishtirishga ulgurmaydi odamlar. Ketish kerak bo'ldi. Everest tog'iga o'zi chiqish oqibatida ko'plab odamlar har yili baribir o'ladi, nobud bo'ladi. Eng qizig'i, u odamlar ko'milmaydi, olib tushilmaydi, o'sha yerda qoladi. Bu qo'rqinchli joy, lekin odamlar baribir boraveradi. Nega deyishingiz mumkin? Javobi shuki, agar Sizif haqidagi Afsona degan kitobni o'qigan bo'lsangiz yoki Afsonani o'zini eshitgan bo'lsangiz, siz juda ham yaxshi bilasiz nimaga odamlar Everestga chiqishini. Agar bu asar yoki rivoyat haqida eshitmagan bo'lsangiz, unda men aytaman, odamzod shunday ma'nosizlikdan ma'no qidiradi. Odamzod shunday o'z oldiga challengelar qo'yishga majbur. Odamzod shunaqada, men nimadir maqsad qo'yishim kerak oldimga. Everest dunyodagi eng baland cho'qqi, shunga chiqaman deydi va har yili yuzlab odamlar chiqmoqchi bo'ladi. Orasidan kimdirlar baribir nobud bo'ladi. Bu xabar ham dunyo xilma-xilligi, inson tabiati o'zgacha, ba'zida lol qoldirish haqidagi mana shuni ko'rsatadigan xabar edi. Shimoliy Maltada portlash yuz berdi. 26-yil 1-iyun kuni Malta shimoliy qismida joylashgan pirotexnika fabrikasida kuchli portlash sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan bu videolar ko'ringan va rasmiylar portlash sababini aniqlash bo'yicha tergov boshlanganligini bildirishgan. Nimaga boshlandi, nima bo'ldi ekani qiziqishyapti. Bu xabar nimaga ko'rsatuvdan joy olgani bo'yicha esa aytishim mumkinki, bunday holatlar bo'lib turadi. Hattoki rivojlangan mamlakatlarda ham. Malta Yevropa territoriyasida joylashgan mamlakat, lekin u yerda ham mana pirotexnika fabrikasi portlashini ko'rishimiz mumkin. Ko'p holatlarda o'sha shunaqa pirotexnika yoki qanday kimyoviy moddalar saqlanadigan omborlar portlaydi. Juda yomon portlashlar bo'ladi. Misol uchun Beyrutda bundan bir necha yillar avval portlash bo'lgandi, juda yomon portlash bo'lgan. Davom etamiz. Fransiya ma'lumot bazalari Yaponiya tomonidan moliyalashtiriladi. Qiziq narsa, qarang. Yaponiyaning SoftBank kompaniyasi Fransiya shimolida yirik sun'iy intellekt infratuzilmasini qurish uchun 75 milliard dollarlik investitsiya kiritilishini e'lon qildi. Qanday infratuzilma? Hozir data bazalar qurilmoqda. Bu narsaga juda katta pullar ajratilyapti. Hamma mamlakatlar ko'proq data baza qurish ilinjida va ko'proq o'sha mikrochiplarni qo'lga kiritish ilinjida. Ya'ni o'z davrida o'sha Ikkinchi jahon urushi paytlarida qurollanish poygasi ketgan, atom bombasi uchun poygalar ketgan. Hozir bo'lsa davlatlar orasida sun'iy intellektni qudratini o'zida jamlash bo'yicha poyga ketmoqda va bu yerda mana Yaponiya Fransiyaga investitsiya kiritgan emish. Bu bir tarafdan sun'iy intellektni qanchalik hozir katta strategik eng muhim narsaga aylanganligini ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan esa Yaponiya hali ham Yevropa, AQSh hali ham emas, tabiiyki Yevropa va AQSh mamlakatlari bilan iplarni, bog'liqliklarni yanada ko'proq, yanada qalinroq bog'lashga harakat qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Nega desangiz, tarixda Yaponiya Xitoyni yomon qaqshatgan, qirg'inbarotgan, genotsidlik tashaganda, Ikkinchi jahon urushi paytida ham, undan oldinroq ham Xitoyliklarni dabdalasini chiqarganda, Yaponlar natsistlardan ham battar tashagan. Men hatto hozir so'z bilan aytmayman ham, ko'ngli bo'shlar gapimni o'zidan mazasi qochib qolishi mumkin Yaponlar nima ish qilgani bo'yicha. O'sha Xitoyliklar buni esdan chiqarmagan. Men hozir Xitoydaman. Endi bu tasodif endi. Xitoyliklarning xalqining shunaqa odati bor, ular hech qachon esdan chiqarmaydi va butun Xitoyliklar Yaponlar nima qilganini biladi va hech qachon esdan chiqarmaydi va Yaponlarni yomon ko'radi. Men bundan 10 yillar avval Xitoy bitta bola o'quvchim bo'lardi, 11 yoshli bola edi.
ingliz tilidan dars o'tardim-da. Bir Yaponiya haqida gap kirganda, sizlar yomon ko'rasiz, Yaponiya anaqami, tinchlikmi deganman, bir reaksiya bildirganda, desam, yaponlar yomon ko'raman deb Xitoy tilida gapirganda, bo'ling deganman-da. Shunchalik 11 yoshli bolaning miyasiga o'sha singdirib bo'linganda, endi Xitoy juda qudratli, kuchli bo'lib ketyapti. Yaponiyani dabdalasini chiqaradi. Hali bular o'shaning uchun yaponlar talvasiga tushgan. So'rovnoma o'tkazilgan. Turli mamlakatlardan sizning eng katta qo'rquvingiz nima deb so'ralgan. Tam Avstraliya aytgan qanday o'rmon yong'inlari, qaysidir hayvonlar degan, Braziliyaliklar ham o'rmon yong'ini, tam yer qimirlash degan, nimadir deganda, tam AQShdan so'rasa Rossiya degan eng katta qo'rquvimiz, Rossiyadan so'rasa nimadirlar deyishganda, Yaponiyadan so'ralganda birinchi raqamli Xitoydan qo'rqamiz deyishgan. Qo'rqadi ham. O'shaning uchun ham Yevropa, AQSh mamlakatlari bilan aloqalarni yanada yaqinroq qilyaptiki, mana shunaqa paytda Yaponiyaga xavf bo'lgan, kuchaygan paytda AQSh, Yevropa hammasi himoya qilishi uchun ham qilinayotgan bo'lishi mumkin demoqchiman. To'ma ko'l bo'lur degan gap haqiqatdan sodir bo'ldi. Bilasizlar, oxirgi yarim yilda, noyabr, oktyabr oyidan beri O'zbekistonda yog'ingarchilik ancha ko'paygan. Ko'z tegmasin, ko'p joyda buni gapirdim. Bu meni shunchaki xursand qilyapti. Davomiy bo'lsin. Onasi inson iqlim bizda shunaqa o'zgarsin, yog'ingarchilik ko'p bo'lsin va shuni ortidan Buxoroda Qizilqum cho'li hududida 80 kvadrat kilometrlik ko'l paydo bo'lgan. Chorvoqdan 2 barobar kattaroq. Bu haqida ko'rib bo'lgansizlar internetda, bilaman. Sababi bo'lsa, mana shu oxirgi 6 oyda yog'ingarchilik ko'p bo'lganidan. Yaxshi ko'l paydo bo'ldi. Hattoki videolarda ko'rdik, odamlar qop deganim mana bunaqa yasama akvariumda baliqlar olib borib qo'yib yuborishyapti. Baliqlar o'sha yerda ko'paysin deb. Mana shuncha bee'tibor bo'lmaganlar. Tabiiy suv havzasi Sho'rko'l 2026-yil 18-may Sho'rko'l tabiiy suv havzasiga baliq sog'lantirish jarayoni. Endi men bilmayman, baliqlar yemish topib ko'payishi uchun ekosistema qanchalik tayyor, ya'ni suv o'tlari bormi, mikroorganizmlar bormi, ular yeyish uchun meni xabarim yo'q. Ular tirik qoladimi, yo'q bilmayman. Lekin bunaqa suv havzalari, ko'llar paydo bo'layotgani zo'r. O'zi Aydarko'l degan katta ko'l bor. Men har doim aytaman, nimaga hech kim Aydarko'l haqida gapirmaydi derdim-da. Orol dengizidan keyingi eng katta suv havzasida O'zbekistondagi. O'sha Aydarko'l ham Sovet ittifoqi paytida, mana shu qaysidir yili ko'p yog'ingarchilik bo'lganda, Chirchuvni suvi to'lib ketgan paytda bu yoqqa bundoq surib yorishganda Aydarko'l paydo bo'lgan ekan. O'shandan beri bor Aydarko'l va umid qilamizki, mana bu yangi ko'l ham uzoq yillar davomida hali bo'ladi, to'lib toshadi va ko'lga balki nom berib bo'lishgandir, lekin mening o'zimning taklifim bor. Yangi O'zbekiston ko'li deb nom beraylik. Shunaqa nom beraylik. Yoki bo'pti. O'zbekiston jahon chempionatida g'olib bo'ldi futbol bo'yicha. Lekin nuans bor. Bu o'zbekistonlik mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari Polshada jahon chempioni bo'lishdi. Polshada 35 ta mamlakatdan jamoalar ishtirok etgan va ularning hammasi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilaridan tashkil topgan terma jamoalar bo'lgan. O'zbekistondan ham qatnashishgan va ular jahon chempioni bo'lishgan. Gap mana buni yangilik desa bo'ladi. Shunchaki respekt, shunchaki hurmat, gap yo'q deymiz, zo'r. Mana iqtidorli bolalarga, iqtidorlarga, avlodga agarda imkoniyat berilsa, qanaqa ishlar qilib tashishadi. Bilamiz biz 2000-yillar, 2010-yillarda qanaqa bo'lgan, ayniqsa futbol sohasida. Haqiqatan iqtidori bo'lsa ham pul ber, pul bormi? Pul bo'lsa chiqasan, bo'lmasam chiqmaysan bo'lganda u paytlarda. Yoki unaqa emasmi, bilmadim. Lekin korrupsiya ko'p bo'lgan, haqiqatan haqiqiy talantli odamlar chiqa olmagan holatlar ko'p bo'lgan. Nima deymiz? Mayli. Keyingi xabar, FIFA qahqaryapti. Gap shundaki, jahon chempionatiga futbol bo'yicha terma jamoalar jo'nab ketishyapti va hammani har xil kuzatib orishyapti. Har xil mamlakatlar. Va Turkiya terma jamoasi katta kortej bilan aeroportga kuzatib yuborilgan. Ishi bo'lib ketgandi. Qancha mahalla qahqaryapti domanda, FIFA qahqaryapti. Lekin meni O'zbekistonlik mana bu kortejchi akalarga murojaatim bor. Sizlar qahqaryapsizlar. Uyalmaysizlarmi? Turkiya bizdan o'tib ketibdi. Nimaga O'zbekiston terma jamoasini kuzatib olishga kelgan o'sha kuni
hamma ishidan javob olib, hamma to'yini atmay qilib, "Aka, bugun chiqa olmayman, uzr. Undan ham muhimroq ishimiz bor" deb hamma yuzlab mashinalar O'zbekiston terma jamoasini kuzatib qo'ygani kortejga nega yig'ilmadinglar? Nega isbotlab qo'ymadinglar O'zbekiston silaligini? Uyat. New Yorkda o'zbek gangstalari qo'lga olindi. Bu haqida ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. New Yorkda yuk tashish tizimiga kirib olgan 8 kishilik guruh asosan o'zbek millatiga mansub bo'lgan 4,5 million dollarga yaqin qiymatdagi mahsulotlarni soxta hujjatlar orqali o'zlashtirishgan. Ichida pishloq mahsulotlari ham bo'lgan, undan tashqari sigaretalar bo'lgan. Sigaretalar, pishloq mahsulotlari o'shalarni olib turib, hujjat u yoqqa bu yoqqa o'ynatib turib, xullas sxema yasab turib, pullarni o'zlashtirishgan. Menimcha o'ylaymanki, ushbu o'zbek gangstalari O'zbekistonda tajriba orttirishgan. Balki ular qaysidir idoralarda ishlaganda sxemalarni zo'r bilishgan, tajriba orttirib keyin Amerikaga borib, "Sani va bu tillar hammasi lo'q ekan. Bizning shunaqa sxemalarimiz bor, ochib tashlaymiz" deyshganda, menimcha boshlab olishgan bo'lsa kerak. Bir tarafdan bu yomon. Noqonuniy ish qilyapti. Nimalar qilib yuribsizlar? Ikkinchi tomondan bundoq qarab, bizning o'zbeklar ham gangsta bo'lib ketibdi. Yani Gollivud filmlarida ko'rsatdi o'zbeklarni, ko'rsatdi. "Who is he? He's Uzbek gangster, Uzbek mafia" degan so'zlar bo'lsin deb o'ylaysan kishi. Rasul Kusherbayev ishi bo'yicha shu hafta necha haftalardan beri umuman gapirmagandim. Mana sud ishi tugadi. Endi bir xulosa qilsak bo'ladi. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev yoqilg'i stansiyasida naqd pul orqali to'lov qila olmagani sababli sudga murojaat qilgan. Ishi yakuniga yetib, sud uning da'vosini qanoatlantirmadi. Naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishda ifodalangan xatti-harakatni noqonuniy deb topish, naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyatini yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirish rad qilinsin. Ya'ni Rasul Kusherbayev foydasiga hal bo'lmadi. Bu bo'yicha ular o'zlari ham intervyu berganlar, munosabat bildirganlar. Sud zalidan chiqilgandan keyin u videoni ham ko'rsangiz bo'ladi. Menga kerak konstitutsiya. Men uni u meniki, u sizniki, bizniki, hammamizniki deyiladi. Shu jumladan u ham meniki. Men uni bunaqa tarzda ko'z yumilishi, bunaqa tarzda jur'atsizlik qilib, yuz burilishiga jim qarab tura olmayman. Asosiy g'oya bu yerda nima? Yaqinda bilasiz, qanaqadir bir qonun deydimi, farmon deydimi chiqqan, ya'ni yoqilg'i quyish shoxobchalari naqd pul olishmayapti, faqat karta orqali endi. Lekin rostdan ham ko'p mana prikollar, hazillar chiqdi. Endi bu achchiq hazillar chiqdi. O'zbekiston Respublikasi valyutasiga yozib qo'yganda, hamma joyda O'zbekiston Respublikasi territoriyasida qabul qilinishga majbur deb yozilganda, bu qonun bor, lekin o'tda u farmon bor-da, bir-biriga zid-ku bu deyilyapti-da. Olinishi shart naqd pul, unaqa bo'lishi mumkin emas degan haqiqatan ham to'g'ri, mantiqiy narsa taklif qilganlar Rasul aka. Lekin sud baribir qanoatlantirmabdi bu narsani. Sud bo'lsa kimga qarshi berilgan? O'sha shoxobchaga nisbatan berilgan shoxobchani tushunsa bo'ladi. Aka, biz faqatgina buyruqni bajaryapmiz. Da, to'g'ri, lekin bu sud baribir bo'lishi kerak edi. Ya'ni sudda shoxobcha yutqizish kerak edi. Va shoxobcha yutqizgandan keyin Rasul sen iflos ekansan deyish kerak emas edi. Sud yutqizgandan keyin mana farmoninglarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa mantiqsizligini men sudda yutqizolman shuning uchun. Xalq to'g'ri gapiryapti deyish kerak edi keyin. Endi bu voqealar bo'lmadi albatta. Nima deymiz? Voy, bilmayman. Aytsam tilim, aytmasam dilim degan qo'shiq bo'lardi. Aytsam tilim, aytmasam dilim, kuyar jonim meni. Indoneziyadan yana bir xabarimiz bor. Ularning ham o'zini ko'p karaga o'xshagan sporti bor ekan, milliy sportdan ko'ringlar. Er-xotin qo'sh-ho'kiz degan maqolni indonezcha versiyasini ko'rishimiz mumkin. Paku Javi degan festival doirasida bo'lar ekan. O'ta dehqonlar mana shu ikkita ho'kizni dumini ushab drift qilishar ekan. Bu o'ziga yarasha qanaqadir milliy sport va yosh qariyalarni, shu yosh kattalardan bittasi ham intervyuda aytgan. Yoshlar bu traditsiyani, bu an'analarni davom ettirish kerak degan. O'zi umuman bunaqa xalq o'yinlari, mana shu narsalar qayerdan paydo bo'ladi? O'sha xalqni kundalik hayotda qiladigan yumushlardan kelib chiqadi. Ko'p kari mana qo'yga olib nimaga otda yurishadi? Chunki ular o'sha ishni qilgan, ya'ni chorva bilan shug'ullanishgan, cho'ponlar bo'lganda, hazil bilan chiqib kelgan o'yin bu. Bu yerda ham shu, ya'ni ular ho'kiz bilan orqasidan yerni haydaydi, guruch ekadi, keyin qaysidir qitmir keyin boshlaganda shu o'yinni-da, bir 8 yil oldinmi, 1,5 ming yilmi oldin shu narsani, 1,5 ming yil oldin ancha ho'kizda yer haydashmagan-ku, 400-500 yil oldin shuni qaysidir qitmir boshlaganda, keyin o davay deb keyin o'yin boshlanib ketgan. An'analar mana shu hazil bilan boshlanadi o'zi.
Lekin menga qiziq joyi lanka o'yini bizda qanaqa boshlangan ekan, qaysi hazil bilan qaysi qitmir boshlagan. Qiziq. Hojiboy Tojiboyevni ayol kishining 9 ta joni bor degan hazili konserti bo'lardi. Keyin Temir xotin filmi ham bor edi. Temir xotin filmini yoshligimda tushunmaganman. Agar robot haqida deb bilsam yo'q, ayollarni joni temirdanligi va hattoki ayol o'zbek ayolini qilayotgan ishiga robot ham chidolmasligini ko'rsatib bergan. Robot oxirida biziladi, robot chidamaydi. Даже robot chidamaydi. Lekin o'zbek ayoli chidaydi, matonatli. Mana bu videoni ko'rishingiz mumkin, chiqqan xabarni ko'rgansizlar. Bu ancha oldin bo'lgan ekan, yilni boshida, yanvarda bo'lgan. Hozir faqat rost 24 shu kunlarda video qo'yib, o'sha videoni tarqatib endi ko'rsatyapti. Bu nimadan bo'lgan o'zi? Demak, oktyabr 23-yil oktyabr oyidan buyon fuqaro AQ bilan oila qurib yashab kelgan MD ismli jabrlanuvchi bo'lgan. 2004-yilda tug'ilgan u. Xullas MD bilan AQ. AQ man emas, Azam Qahramoniy emas. Turmushga chiqqan. Lekin to'ydan keyin ayol erining avval ham bir necha bor uylanib, ajrashgandan xabar topgan. Ya'ni oldin etmagan. Endi er ham etmaganda, конечно, etish kerak bunaqa narsa. Bo'ldi, yoqdimmi? Menga ham yoqdi. Joyi bor. Men bundan oldin 2 marta uylanib ajrashganman. Yo'q, nima bo'lgan? Men o'zi psixologman, xotinlarim shuncha ketib qolgan deb tan olish kerakmi? Tan olmaydi deganicha aytadiki, ular hammasi iflos bo'lgan. Mashina qadringa yetmagan o'sha xotinlar, o'shaning uchun ajrashganman ular bilan. Sen lekin boshqachasan deb hech bo'lmasa shunaqa aldash kerak-da. Bu umuman hech nima demagan. Keyin xabar topgan orada o'sha qanaqadir narsalar boshlangan. Endi menimcha uni miyasini egovlagan eri, ayol tarafdan ham balki nimadir aybi bo'lgandir. Lekin bunaqa kaltaklanish uchun hech qanaqa sabab topib bo'lmaydi. Ya'ni kaltayotganini ko'rib, bu o'zi ham nimadir qilgan deya olmaymiz. Bunaqa sabab yo'q. Kaltaklashni to'xtataylik, odamlar, iltimos. Bu to'g'ri, hech qaysi dinda ham yo'q-da bu narsa. Gapgacha umuman bitta gapiring qilmasa, ya'ni ikkinchi marta gapiring, uchinchisida bundoq shapaloq urib qo'ygan gap bor-ku, unga iltimos shu narsani ro'kach qilmaylik. Bu do'pposlash degani emas. Bu islom tarafdan ham noto'g'ri, bu qonun tarafdan ham noto'g'ri. Bu umuman hayvoniy. Voy. Yo, to'g'risida hamma oldin mana bunaqa derdim. Mana Islom TV ham video qildi shu haqida-da. Uni ham mana ko'ringlar. Bitta mavzu emas. Xotiningiz bilan oyingiz urushib qolsa, nima qilgan bo'lardingiz? Birinchi navbatda xotin ketadi. Surishtirib ham ko'rmaysizmi, nima tema bo'lganida? Ona nohaq bo'lsa ham baribir xotinni urishaman-da. Xotinni urish kerak. Onam tarafini olaman. Xotinni kerak unaqa. Nohaq urushgan bo'lsalar, misol onangiz. Aralashmayman o'rtalariga. Oralarga tushmagan yaxshi. Onaga yomon gapira olmaysiz. Mayli qo'y, onam baribirga ham yoshlari katta. Ozgina og'ir bosuvroq bo'lgan deb ayolimga nasihat qilgan bo'lardim. Eshitib ko'rardim birinchi. Oyimni ham, ayolimni ham tomonimdan konflikt nimadan kelib chiqqanini qarab. O'xshamasa, keyin adamdan maslahat so'rardim-da. Xotinni haydab olamiz, qilamiz. Men tushunaman bu erkaklar ham nima unaqa deyotganini. Birinchidan shunaqa deb o'ylashadi rostdan. Onam nohaq bo'lsa ham, xotinim haq bo'lsa ham, onamni yonina olaman, chunki xotin topiladi deb rostdan ishonayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ba'zida to'xta, onam nohaq bo'lsa, shuni o'tirib gaplash kerak deb o'ylagani ham jamiyat tomonidan bosim his qiladi. Hozir men chiqib shunaqa desam, "Voy, latta deydi menga" deb o'ylab, onamni yonina olaman deb gapirishi mumkin-da baribir. Men aralashmayman deganlar ham bo'ldi-da. O'zi shundan hamma narsa. Erkaklar oilani hayotda ishtirok etmaydi-da. Uylanganmi, uylanmaganmi farqi yo'q. Siz farzand bo'lib, men o'g'il bolam, oilada ota-onasi, opa-singillarning orasidagi narsalarga ham aralashmasligi, gaplashish kerak, aralashish kerak. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, o'zini holicha qo'yib qo'yish kerak emas-da. Siz ham shu oilada turasiz demoqchiman. Xullas, gap nima haqida? Bizda shunaqa rostdan munosabat bor ayollarga nisbatan. Va men oldin argument etardim. Qara derdim. Asani sening opang bordir. O'zi shuna holatga tushsachi, ya'ni sening mana erga tegdi va uni oilasida ham eri urishi mumkin seningni yoki seningni qaynanasi nohaq bo'lsa ham, lekin seningni eri o'sha oyisini tarafini olishi mumkin deb savol berardim. Men hayolimda ularni tupikka tiqdim deb o'ylardim. Bilsam, ko'plab odamlarga singlisiga farq yo'q ekan. Ha, ursin derkan. Singlim bo'lsa ham bu ayol kishi deydiganlar bor ekan. Endi men to'g'risi bilmayman. To'g'risi men uylanmaganman. Shu joyim bor. Tilim qisiqda shu joyda. Men o'zim uylanmaganman. Bilmayman qanaqa bo'lishini deb. Lekin menga
Xullas, sizlarning fikringiz nima? Yozinglar izohda bo'pti. Xitoy falokat ostida qoldi. Xitoy qirg'oq hududlarida super tayfun ta'sirida kuchli shamol kuzatilib, uning tezligi 240 km/soatgacha yetgani haqida xabar berildi. Daraxtlar qiyshayib ketgan. Ko'rinishdan chamo kino bo'lyapti, apokalipsis kinolar bo'layotgan holatni ko'rishingiz mumkin. Men ham Xitoydaman, lekin Xitoy farqi bor. Men Xitoy umuman boshqa joydaman. Bu umuman boshqa joyda bo'lgan. Oradagi farq vashshi katta. Tushunishingiz uchun men turgan Xitoy va bu bo'lgan Xitoyning orasidagi masofa Toshkent bilan Istanbulga o'xshaydi-da. Xuddi bu Turkiyada yer qimirlash bo'ldi, O'zbekiston hech nima qilmadimi degandek gap. Yo'q, bizga hech nima qilmagan. Bu biz umuman vashshi boshqa joydamiz. Endi bu videoni ko'rib bir narsa esimga tushdi-da. Avvallari mana shunaqa videolar tarqalardi, Telegramda tarqalardi. 10 yil oldin. Keyin Instagramni birinchi yillarida mana shunaqa videolar qo'yilardi. Mana Xitoyda Yajuj Majujlar deylardi, keyin foniga arab tilida qanaqadir qo'rqinchli muzika qo'yilardi. Izohlay kirsangiz, ana Xudoni balosi bekorga emas. Bular o'zi Yajuj Majuj boru, mana shu o'zi xitoyliklar shular. Wow bo'lardi, like'lar bo'lardi, keyin kim onasining yaxshi ko'rsa like bossin derdi. O'tda ham like'lar bo'lardi. Hamma wow, ana Xudoni balosi deb o'tirardi. Keyin bir voqea esimga tushib ketdi. Adam aytib beruvdilar, 15 yildan oldin O'zbekistonda yomg'ir ko'p yog'gandi, 7-8 kun ketma-ket yog'gandi. Bizani qo'shnimiz qo'rqib ketgan ekan. Qiyomat boshlandi deb o'ylagan. 7 kun ketma-ket yomg'ir yog'adi deyilgan-ku. Qo'rqib ketdi, qiyomat boshlandi deb o'ylaganda, men ham uni eshitib qo'rqib ketganman-da. Hozir o'ylasam, rostdan qiziq dunyoda yashaymiz-da. Kim uchundir normal narsa, boshqalar uchun вообще fantastika narsa-da. Odamlar Malayziyaga, Indoneziyaga kelaylik. Indoneziyada 200 million musulmon yashaydi. Dunyodagi eng ko'p musulmon yashaydigan davlat Indoneziyada. Yomg'ir mavsumi bor-da. 80 kun kerak bo'lsa, to'xtamasdan yomg'ir yog'adi-da. Odamlar o'rganib ketgan, hech kim qiyomat demaydi, o'rganib ketgan. Iqlim shunaqa. Xitoyda ham xuddi shunaqa. Ularda ham iqlimi shu tropika, subtropika mintaqalar anaqasida, iqlim mintaqalarida shunaqa bo'ladi. Kuchli shamollar, kuchli yomg'irlar bo'ladi. To'xtamasdan yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu normal holat. Biz buni ko'rib Xudoni balosi deyishimiz mumkin. Ular uchun bo'lsa bu yoqimsiz, haqiqatan xavfli, lekin xavfli bo'lgan yoqimsiz tabiat hodisasi. 80 yoshli qariya xitoylikdan so'rasa, ha, yomon ish bo'ldi. O 7 yil oldin ham shunaqa bo'ldi, yomon. O'zi umrim davomida bir 10 martacha shunaqa bo'lgan. Bu xavfli narsa deb qo'yadi xolos. U ko'rgan, ko'p ko'rgan hayotida. Yo'q, bu xavfli narsa, yomon narsa, lekin ular uchun bu wow, umrimda ko'rmagan narsa emas-da, bo'lgan hayotida, ko'rganda, xavfli bo'lsa ham shunaqa qaysidir ma'noda normal narsaga aylangan. Shuni aytmoqchiman xolos. Dunyoni o'rganaylik, ko'raylik, dunyoqarashimizni kengaytiraylik, shunda bilamizki, biz uchun yovvoyi bo'lgan narsalar kimlar uchundir ham umuman normal narsa bo'lishi mumkin demoqchiman. Asr o'g'irligi sodir bo'ldi O'zbekistonda. O'zbek neft gaz va soliq xizmati xodimlari davlat byudjetidan 643 milliard so'm o'g'irlashgani aniqlandi. Sho'rtan gaz kimyo majmuasini kengaytirish bilan bog'liq qariyb 2 milliard dollarlik yirik o'g'irlik sxemasi fosh etildi. 2 milliard dollar o'g'irlanmagan, ushbu 2 milliard dollar byudjetga aylantirilayotganda ular soliqlardan ozod qilingan operatsiyalar bo'lgan, ya'ni xizmat ko'rsatish ishlari bo'lgan, o'sha joyga ular QQSni ulab yuborgan. 15% indeks QQS bilan qilib turib, keyin qanaqadir uni cashbackini qilganmi, nimadir qilib, qattandir 643 milliard ajratib olishgan. Uni keyin boshqa firmaga haydashgan-da. Gap yo'q, lekin shunaqa aqlli ish qilishgan, 50 million dollar yevorishgan. U sizni pulingiz, meni pulim. U yaqinda Germaniyadan milliard dollarlik bizni investitsiya oldik-da, qarz oldik-da va o'shani qaysidir qismi mana shu neft gaz loyihalariga yo'naltirilganda, u qarzni siz, men, bizning bolalarimiz to'laydi-da, o'shandan 50 million dollar urganda bular. Eng qizig'i bu prokuraturani qaysidir xizmati platformasida chiqqan raqamlar ular e'lon qilgan. U yerda bir nechta firmalar ishtirok etgan ekan. Ularning nomi bekitib, initsiallari faqat ko'rsatilgan. Kunuz lekin uni aytganki, initsiallarga qaraganda mana firmalar bo'lishi mumkin degan. Xullas, men nima demoqchiman? Biz mana shuni muhokama qilishimiz kerak. Kim, qanaqa sud bo'ldimi? Ismini aytlaring, fosh qillaring. Kim yedi pullarni? Ismi sharifi sud bo'lsin. Chet elda, Amerikadachi
150 yil, 200 yil qamoq beradi soliqdan qochsa yoki pulni o'marsa, pulini yesa davlatni. 5 million, 10 million dollar, 20 million dollar yevorsa, bu 50 million dollar yeyishganda ham 40 yil, 50 yil, 70 yil qamoq beradi. 150 yillab qamoq beradi. Nimaga 150 yil beradi? Buncha yashamaydi deyishingiz mumkin. Amnistiya bo'ladi, boshqa bo'ladi, yengillashtiradi, yili kesiladi. 150 dan 130 ga, 110 ga, 90 ga tushadi yillari. O'sha tushganda ham qolsin deb beriladi-ku 150 yil. Chunki agar 40 yil bersa, u tushirib 10 yilda chiqib ketishi mumkin. Chiqmasin degan ma'noda qilinadi. Biz buni ham kuzatishimiz kerak. Nima bo'ladi yo'qi, qanaqa bo'ladi? Sinchkovlik bilan keyingi haftalarda ham voqealar rivojini biz berib boramiz hali. Buyuk Britaniyada katta ish bo'lyapti, hozir katta skandal, butun mamlakat bo'lmasa ham katta qismi oyoqqa turgan. Gap shundaki, o'tgan yilgi dekabrda bo'lgan voqea endi hozir chiqib kelyapti tafsilotlari. Telefon bo'lgan politsiyaga aytilganki, mani ukamni irqini ustidan kulishdi. Shuni orqasidan skandal bo'ldi, yetib kelinglar degan. Keyin politsiya kelgan. Mana bu Vikram Digwa degan bola bo'lgan, Sikh u. Ko'rishingiz mumkin, mana salla kiyib yuradi. Ular Hindiston, Pokiston territoriyasida yashaydigan mana shunaqa millat va dini bor ularni. Britaniyada yashaydi. U aytganki, mani irqim ustidan kulindi, mana shunaqa men diskriminatsiya qilindim degan. Kim qilgan? Uni Henry Novak degan bola qilgan, 18 yoshli. Uni keyin politsiya naruchnik kiydirib qo'lga olishni boshlagan, yerga yotqizib olib, o'zi yotgan yerda. Qilgan. Novak aytgan, nafas ololmayapman, menga pichoq urishgan, nafas ololmayapman desa, rosa deb qiskin deyishganda, politsiya uni keyin qo'lini aniq qilganda hibsga olamiz degan. Keyin hibsga olib yotqizgan paytida bo'ldi, javob bermay qo'ygan Novak, nafas olmay qo'ygan. Qarasa, rostdan mazasi yo'q Novakka. Chaqirishgan skoriy kelgan, yuragini kashat qilganda Novak o'lgan baribir. O'lgan Novak. Bilishsa, pichoq tiqib tashalgan ekan Novakka. Ko'kragiga tiqib tashalgan ekan. Keyin ma'lum bo'lishicha, kameralardan ko'rishicha, Novak o'rtoqlar bilan uchrashib, qaytayotgan bo'lgan do'kondan Digvani ko'rib qolgan Sikh. Uni pichog'i bo'lgan ekan oldida. Ularning dinida mana shu katta pichoq olib yurar ekan, kichkinaroq pichoq olib yurar ekan, u kattarog'ini ham olib yurar ekan. Videoga olganda, siz yomon odamsiz degan. Keyin u yog'iga nimadirlar bo'lib ketib, u yog'iga keyin Digva buni tiqib tashlagan pichoqni. Ustiga keyin uyga borib, mana uyga borgan, yonida boshqasi bo'lgan bo'llar, akasiga telefon qilib diskriminatsiya qilishyapti, yetib kelinglar deb qarshi hujumga o'tgan. Endi hozir katta skandal nimadan bo'lyapti? Hech qanday diskriminatsiya bo'lmagan, sudda aytgan diskriminatsiya bo'lmagan. Rostdan pichoq olib yurish mumkin emas. Sen yomon odammisan deganda, "O, qoravoy, sen yomon odammisan" demaganda. Prosta yomon odammisan degan pichog'ini ko'rib. Endi Novakni qutqarib qolsa bo'lardi deyapti oilasi. Ya'ni gapiga ishonmaganda Novakka. Oq bola, sen oqsan, rasistsan, baribir. Men jabrlanuvchi, menga pichoq tiqishgan desa, rasada olib qochmagan deb ishonmagan. O'sha naruchnik taqmasdan agar yordam berganida tirik qolardi deb oilasi aytayapti. Lekin endi baribir mediklar aytayaptiki, yo'q, shunchalik yomon jarohat berilgandiki, ambulans, ya'ni tez yordam kelsa ham u baribir bo'lmasdi. Ichki qon ketib bo'lgan, qutqarib qola olmasdi deyishgan. Nima bo'lganda ham politsiyaning xatti-harakatlari juda ham katta tanqidga olinyapti. Ikkita narsa. Politsiyaning xatti-harakati ishonchsizligi, ya'ni oq odamga ishonmaganligi, anu aytayapti jabrdiydi u deganlar katta tanqid bo'lyapti. Ikkinchisi bo'lsa, anu nagli aldab yorgani, diskriminatsiya qilyapti meni deb. Ya'ni rasizm, diskriminatsiyani endi ishlatishyapti-da, qani fake qilib ishlatishyapti. Mashina ortidan hozir katta mana shunaqa to'lqin hozir boshlangan. Bugungi xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hafta tahlili siz bilan Azam Qahramoniy bo'ldi. Albatta like bosing, obuna bo'ling loyihamizga va izohlarda fikringizni yozinglar. Qaysi xabarlar bo'yicha, ya'ni munosabatingiz bo'lishi mumkin, qaysi xabarlarga. Albatta minutini belgilaysiz, munosabat bildirasiz. Minutini belgilaysiz, munosabat. Men to'g'risi eng yaxshi ko'rgan ishim izohlarga kirib, ana minutlarni qo'yib qo'yasizlar-ku, o'shalarga kirib nima debdi? Bu haqida gapir, mana bu haqida bunaqa deyishdi deb men o'qib o'tiraman. Shuning uchun iltimos ko'proq fikrlar bildiringlar, qolganlarga ham bu qiziq bo'ladi. Xayr, keyingi hafta uchrashguncha o'zinglarni ehtiyot qilinglar.